faqat man seni hurmat qilaman inson sifatida, shoir sifatida. Lekin Jahongir Foziljonovni kino sifatida kinoligi bor edi. Dramaturgiyasi bor. Boshi bilan oxiri bor edi. Lekin Ahad Qayumni filmlarida menimcha juda qiyin bu narsani topish. Men yomonlashmas. To'g'ri, rosa o'zini nima qilib oqladi. Men ishchi o'rin yaratyapman. Mana o'shanga ham tegish kerak emas. Просто kino pauza debamet bo'lmaydi. Chunki o'sha qo'shni davlatlar bizani kinoga mazza qilishadi. Chunki ko'ramiz, mana Qozog'istonga chiqamiz, Tojikistonga, bizani kinolar mehrlida, mehri bor. Uni har kim ko'rgisi keladi kinoda. Mazza qilib yorardik-ku, qarsaklar chalib, birga qayg'urib. O'sha narsa ketib qoldi. Balkim mana shu Instagramda deb bo'layotgandir, bilmadim. Chunki odamlar qisqa informatsiyaga ko'nikib ketadi. Borgan sari e'tibor beradi. Qisqa va tez o'zgaradigan kadrlar bilan mana shuni nimadan bu? Kim aybi? Mana shu